Samarqand shahar Vokzal parkining oldida 5 qavatli binoning 2-qavatda joylashgan 55 kvadratlik o'zini balkoni bor xona srochni sotuvga chiqyapti. Narxini kommentariyaga yozib keting, men narxini xudo xolosa oxirida aytib ketaman. Mana shu kattagina zali bo'ladi, operator. Televizor, konditsioneri bor, o'zini mana shu yerda balkonchasi ham bor. Ko'plar kuxnini balkonga chiqarishib, kuxnini o'rniga yana bitta xona qilib foydalanishadi. Bu yerga bunaqa qilmagan, yangi remont qilgan, hali hech kim yashamagan. Mana bu ikkinchi xonasi kattalar uchun yotoqxona. Ikkita terrazasi bor. Mana shu high-tech stilda lyukstirab qo'yilgan, batareyalar uchun mana shunaqangi joylarni chiqarib tayyor qilib qo'yishgan. Ana endi bitta kuxnisini ko'rsataman. Eshikdan kiraverishni mana shu garderob shkofcha qilgan bu yerga, kiraverishga mana shu kuxni bo'ladi. Yangi gilamchalar to'shalgan. Mana shu mebelni qilgan, gaz plita turibdi, bitishkasi bor, raxminasi bor. O'zini terrazasi ham bor. Ana endi общий samodelni ko'rsatamiz. Ikkinchi qavat zolotoy etajda joylashgan. Gap bilishi mumkin emas. Mana shu xona agar kimga qiziq bo'lsa, kaliti o'zimda, o'zim olib keltirib ko'rsatib beraman. 56 ming, yana ozgina savdosi ham bor.